Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan ushbu holat Denov tumani Surxondiyor mahallasi hududidan o'tuvchi D169 avtomobil yo'lining 3-kilometrida sodir bo'lgan. Ushbu baland piyodalar o'tish joyi nima uchun kerak edi va bunga mahalliy aholining munosabati qanday? Mas'ullar shu haqda. Tarmoqlarda yo'l belgisi yo'q deb talqin qilindi. Birinchi yo'l belgisi o'rnatildi, to'g'rimi? Mana birinchi yo'l belgisi o'rnatildi, keyin so'nggi yo'l tashkil etildi. Mana maktabda 8 ta odam bo'lib ketdi. 3 tasi mana akamni o'g'li, nevarasi bo'lib ketdi, o'sha o'ldirdi. Keyin ochilgan, ochildi universitetda, maktabga borgan paytda 8 kishini yo'qoldi. Keyin soydin qilyapti. 8 ta bor edi. Denov tumani Surxondiyor mahallasi hududidan o'tuvchi davlat ahamiyatiga ega bo'lgan D169 avtomobil yo'lining 3-kilometrida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-noyabr kunidagi 805-sonli qaror asosida baland piyodalar o'tish yo'lagi tashkil etildi. Sababi bu hududda 87-sonli o'rta ta'lim maktabi joylashgan. Ushbu maktab o'quvchilari yo'lni kesib o'tish uchun qulaylik yaratish maqsadida yo'lni xavfsiz kesib o'tishlari uchun baland piyodalar o'tish yo'lagi tashkil etildi. Shu bilan bir qatorda 516-1, 516-2, 131, 546 yo'l belgilari bilan to'liq ta'minlangan. 114 bir yo'l chiziqlari to'liq chizilgan bu. Yo'lakda yaxshi bo'ldi. Bizga yordam kanalining yo'li yaxshi bo'ldi. O'quvchilar o'tishi qiyin edi. Hozir yaxshi o'tyapti bolalar. Mana shu bizga yordam qilib yana bitta yo'lak chaqib beringlar narlardan. Yana bitta yo'lak chaqib beringlar iloji bo'lsa. Iloji bo'lsa. Mana shu tez unaqa masalan bo'lmayapti, iloji bo'lmayapti.